Ayni paytda elektrotexnika sanoat korxonalari ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni Afg'onistonga eksport yo'lga qo'yildi. Hozirda 20 ga yaqin korxona o'zining 200 tadan ortiq mahsulotlari bilan Afg'onistonning Qobul shahrida bo'lib o'tadigan Made in Uzbekistan stendi ostidagi savdo uyida o'z mahsulotlarini namoyish qilish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Bundan tashqari 3 va 6 may kunlari Afg'onistonning Qobul va Mozori Sharif shaharlarida bo'lib o'tadigan Made in Uzbekistan savdo uylari ochilishida mahalliy tadbirkor va Afg'onistonlik tadbirkorlar o'rtasida B2B formatida uchrashuvlar tashkil qilingan. Bundan ko'zlangan maqsad Afg'oniston bozoriga eksportini yanada oshirish, ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini yaxshilash, shu bilan birgalikda yangi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni bu bozorga jalb qilish, bu bilan birgalikda mahalliy ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarimizga yengillik qilib, logistika xizmatlari va olib borish xarajatlari qoplanib berilmoqda. Bu esa tadbirkorlarimizga yanada ko'proq qulaylik yaratib, Afg'oniston bozoriga kirib borishga o'z imkonini beradi.